Kişinin 6 yaşımdan başlap saq 10 yıl meni xorlagan balaliq açıq hayatım. Men keçmiş bayan qoşustanla Sosoki. Anlığız yoxla, toqulma, yalğan deyğala serip ötüp kesiniz. Yoki meni lahiy qilibasiz bo'ldi. Mening faqat mushu birlam do'yinim bor. Bir qitim lahiy qilibasiz, yenib yana bir qitim men sizga hargiz uchirmayman. Xo'sh, yoqtirib anglayotgan do'stlar, ya'ni biz hozir 3-qismiga keldik, 4-qismiga keldik. Oxirini davomlashtiraylik. Shunaq tanlash huquqini bu odamga berdi. Haq maskirib asma o'rnimdan qo'psam, opam bilan ha deb urishib, deyishib oldin qismida degandek shu gaplarni deb bir talash qilib yetibdi. Shundaq bu ishlar mushtaqli o'tib ketdi. To'g'ri, xato olmadingiz. Bu ishlar mushundaqli o'tib ketdi. Opam bo'ldi qilyapti. Ikki singlimning yetim bo'lib qolishini xohlamayotgan. Ikki singlimningki san o'xshash kunga qilishni xohlamsan. Qanday boqaman degandek bir qator gaplarni qilib, bu ishni mushtaqli bosirib etdi. Belkim opam men bilib qolgandan keyin endi bu dadisi, ya'ni yo'ldishim, endi qizimga bu nacharlikni qilmaydi deb o'ylaganda. Lekin unda bo'lmadi. Hech qanday ish bo'lmagandek, bir hafta 10 kun o'tdi, uning keyin yana ish o'rgangan xo'yin tashlamabdi degandek, yana shu qiliqni opamdan yo'qlan bo'lsa, fursatni tepib qilishga boshladi. Opamga deydigan bo'lsam, uydan chiqarib etaman. Xuddi bolaliqimda 6-7 yoshimda degan shu gaplarni deb. Necha qitim ko'z oldimga bir narsani akilib, ko'zing tiqib etaman, yuzingni buzib etaman. Sen opangga deb baq. Deb qonaylarim necha qitim bo'g'ib, nafas og'ida ko'zlarimdan taramlab yosh chiqib ketgan vaqtlarda seni mushundaqla o'ldirib etaman. Opang bilan ko'chada qolasan. Ikki singlimning mushunday kunga qoladi. Opangni o'ylamsa, singlaringni o'ylamsa, buning oxirida gap menga solgan tahditlari bu yerda. Haqiqatan qo'rqinchoq, chunki men kichikimdan yuragim mujulnib ketganman. Buning gaplarini anglagandan keyin teximi bak qo'rqishqa ham teximi bak deydigan bir jur'at asla menda qolmadi. Chunki opammi oldin qitim men degandek bispada emasmi, bo'ldi qad o'tkazib etgan singlaring yetim qolmasin. Endi baribir senmi qiz halting kap bo'lanmaysa, senmi ishbitan o'z halti kap bo'lanmaydi. Nima foydasi o'tib ketgan ishqa? Deb bu shu ishni mushundaqla o'tkazib etganlik uchun yo'llasang yurgini yog'agandek bu odam teximi yo'g'nab ketdi. Bu ögey adam şu texim yo'g'nab ketdi. Ammo inlari yaqin kelmaydi. O'tketdi o ishlar. Tüydi inlari unda ish qilmaydi. Lekin mushu razil mehnatlar shu ishni davomli qiladi. Men 18 kirdim. Bu yerdan elchi kirishga boshladi. Men maktabda o'qimadim. O'qimagan ekan, bilasizlar, o'qisa boshqa qizlar o'qimay uyda o'tasi boshqacha bo'ladi ekan. Taraf-tarafdan elchi kirishga boshladi. Albatta, to'y qilib chiqib ketishni o'ylayman. Bu yerdan qutulishni o'ylayman. Taraf-tarafdan elchilar kirishga boshladi. Odam qat'iy unmadi. Uniki nima o'ylaydigan hammamizga ayongo. Meningdek ko'ngil xo'sh qiladigan bir uyda cho'ng xotin, kichik xotin qilib beqiyotgan, meningdek endi 17-18 ga kirgan qizlarni albatta qo'ldan bagiz kelmaydi. Albatta qo'ldan bagiz kelmaydi. Har vaqt xolis ko'ngli tasila kirib yeydigan tayyor tomoq tursam men. Opam mush elchilarning ichida eng oxiri bir qitim bir kirgani bek chimtidi. Davomli rad qilsa, ular adamini kirgizib Opam dadam shunda masala sog'ini anglab qoldim. Endi berayli. Kimga beramiz? Qanday odamga bermoqchisiz? Siz nobud qilib aytdingiz, yana qanday qilmoqchi? Kimga bermoqchisiniz? Bo'ldi. Shuncha hurmatni qilib kirgandan keyin berayli degan gapni qildi. Ma'qul bo'lib, hatto to'y kuniga 1-2 kun qolgan qadar meni bo'sh qo'yib atmadi, u razil. Shu qilmish orqali ko'nglini xush qilaverdi. Shunda qilib to'yim bo'ldi. Opam shu qadar soddimi yoki shu odamning, shu zamonning odamlari shundaqmi? Qizimiz qanday javob qilamiz? Oldidan bir o'tkazib etsak yoki xotnilib qo'yib atgan birasiga bir bersak to'g'ri tushuna degan aslo qolisiq ekanmidi bo'g'ay? Men o'qib ketmaydi ekanman. Men unda o'rlab o'qimagandan keyin mening kallam o qadar ichilmabdi. Men shu holatda shu piti to'y qilibdiman. To'y kundagi ishlarni men demasam hammanglar bilsa. Haqni kutgandek men chiqmagandan keyin yuragim puchilinib ketgidek. Bu yerda o'zimga kuchli xorliq his qilgan gaplarni angladim. Endi qosh qapoqlarim yo'lishimniki ancha ichilmadi. Men to'yga oz qolganda to'l samirishga boshladim. To'ydan keyin bularning uyiga kelib, hafta 10 kun, 15 kun, bir oy o'tgandan keyin teximo samirishga boshladim. Opam samirib ketyapsiz nima degan gapni qildi. Asli mening bo'yimda qolib ekan. Asli kimning bolasi ekanligini men demasam bo'lsizlar. Yana shu razil mehnat o'gay odamning shu ish plasdan. To'y kuniga qadar bu ishni to'xtatmagandan keyin qo'saqda qaz qanday bo'ladi, qanday o'zgarishlar bo'ladi, men buni o'qimayotganman. Men demak, men o'gay odamning bolasini ko'tirib, bularning oilasiga to'y qilib ketdiman. Lekin men bu yo'lishimni yaxshi ko'rib qolgan. Chunki men cho'ng bo'lib bu yoshgacha bir o'g'il bilan yurib boqmagan, yaxshi ko'rishim boqmagan. Bu mening qandaqli bo'lmasin, tunji to'yim. Shunda qilib
Bir ay bo'lgan chaqda yo'ldoshim doktorxonaga berib tekshirib boqayli. Siz sal samiravatsiz qo'sqingizni qaldimi nima xotin dedi. Men to'y qismi shunday chaqan qo'sqinda qoldigan o'xshaydi deb o'ylabdim. Chunki men qo'sqimda qolgandan bexabar. Ma'qul deb sudlik tekshiradigan ekib tekshirdi. Qo'sqimda ikki siziq bakan chiqdi. Qo'sqimda qapti. Yo'ldoshim uning tunji to'yi, ham u munda qizlardan chiqarishib, unda qolib ketgan bola bo'lmagan ekan. Shu bir ay bo'lgan vaqtda bolaning qiz o'g'illigini bilgili bo'ldi deb o'yladi bo'g'ay. Bolamniki chaqanroq bejoga birib, o'g'il qizligini bir bilayli deb doktorxonaga olib bordi. Doktorxonaga olib bejoga tushdim. Allaqachon qo'sqimdagi bola 4,5 oylik bo'libdi. 4,5 oy. Yo'ldoshim menga men uni qarab turib qoldim. Shunchalik nomus his qildim. Doktorning oldida, yo'q. Yo'ldoshimning oldida. O'zim nafratlandim. Men nima degan kim aql? Men nima degan aqlsiz? Yetimning og'zi ochiqdek buni qanapti deb men endi baxtlik bo'lsam, baxtlik bo'ldim deb o'ylasam. Qiz chiqmasammi? Yo'ldoshim bo'ptilar deb o'tkazib olsa. Uydagilar xabar tepib, yana bo'ptilar deb, garchi muomalasi unchalik yaxshi illiq bo'lmasa-mu, yana nom berib meni qanot ostiga ilib olsa bu oila. Men nima qilib qo'ydim? Nima degan saytchilik bu? Deb shunchalik o'z-o'zimga nafratlandim. Yo'ldoshim qo'limdan tatqan peti uyga keldi. Cho'nglar qandoq ket degan gapga quloq solmay uddul hujraga kirib ishini ildi. Shunchalik urib ketdi. Qo'sqimdan boshqa hammaga urib ketdi. Testaglab, sen menga qandoq javob qaytadi? Sen xijilolmay xalqning bolasini ep kelib, men bilan to'y qildingmi? Sen mening baxtim bilan oilamizning 100 obro'y bilan mushundaq o'ynashdingmi? Sen neden kelgan jur'at bu? Kimning bolasi bu? Bu mehnatni kim bilan taygan bo'lsang, shu shaltoqni shuni bilan adolasan olmamdi. Nimishki bizdek begunoh odamga 100 obro'yimizni o'ynasa, nima uchun yuzimizga qor surkaysa? Deb yo'ldoshim degan shunchalik testaglab urib tip shunda qilib ketdi. Dadamning bolasi diyamadim, diyamayman. Ondan bir aqir urib, yerib qoldi bo'g'ay, telefonni qo'liga ilib, dadamga telefon qildi. Yana qiynatsig'a. Qizinglarni kelib olib ketinglar. Darhol uyga kelinglar. Sizlardan deyishadigan gap bor. Qanday vaqtinglar bu qiz bolani? Deb ularni chaqirdi. Birdan opam bilan dadam yiqmay, qilchi nomus qilmay opam bilan birdan kelibdi. Qizinglarni qanday vaqtinglar? Qiz boqqanniki mas'ul bo'lsanglar olmamdi. Hech bo'lmasa shaltig'ini adolasanglar olmamdi. Qizinglarni ep ketinglar dedi. Hali qayerda ya anda, ya manda demedi. Meni yondirib keldi. Kelib opam degan taptani qilib, bu dadam bilan, o'gay dadam bilan yo'q. Bu rezil mehnat odam emas hayvon bilan bunda desam, hayvonga o'gal bo'ladi. Bu odam bilan shunchalik urushib ketdi. Shunchalik taptani qilib urushib ketdi. Ikki qizingning yuzini qilmabsa, mening bilib qolganimni cho'chimabsa, shu qadar meni hurmatimni qilmabsa, burunmi qilmagandan keyinmi ham qilmabsa, deb opam shunchalik dalash qilib so'qishib urushib ketdi. To'g'ri, mening degan gapni dadam asla qilamadi, o'rinni qo'yib sirtqa chiqib ketdi. Qizlar vaqtni chon tutib olay. Mush qaziyatdan basirikdan, surgdor ichib basirikdan istam keldi, ishmisam soatlab o'biringiz o'tasam kelmaydi, 4-5 kun bo'lib ketadigan do'stlar bormi? Shunda do'stlar bo'lsanglar, men bu seri qarvoga qaziyat choy, 10 ta tabletni qo'shib sapirimiz, yerim bahada is qo'ydim, bir ichib yiqinglar. Qaziyatdan samirib ketgan, qaziyatdan eg'iz buraydigan, qaziyatdan yuzingizga do'dim chiqib, chachlaringiz maylashib tushayotgan, qaziyatdan badan shaklingiz o'zgarib ketayotgan yoki o'ruqlanmayotgan bo'lsangiz, mushu masalaningizni hal qilaychi. Tabiiy asosda asli ekilish roli bor, mushta bir mahsulot ishkim botdi. Desangiz bo'ladi, hech qanday ximiylik, hormon tarkibi yo'q. Sap tabiiy bo'lgani. Uyingizni oldiga kiraysiz, 7 kun kapolatini sapirimiz, siz topshirib ilib ishsiz, unimi ko'rimsa har vaqt meni qaytarib olsangiz bo'ladi. Lekin ilib qaytirib manda ahmoq qilmanglar do'stlar. Bizmi 7 ko'chan kiravilan salamiz. Haqiqatan men degandek unim bo'lmasa qaytarsangiz bo'ladi. Meni topshirib olmay turib, yerim yo'ldagi malni qaytirib, men unda ziyon solmagan bo'lsanglar. Hikoyamizni davomlashtiraylik. Shunda qilib bu razil o'rinni qo'pqan pet chiqib ketdi. Chiqib 2 kun kirmadi. Yana 3-kuni g'arq maskirdi. G'arq mas holatiga kirib opam bilan bir aqir talashib, vaqirishib yana men uyda turib anglab turdim, chiqmadim. Ashtaqib yetib qoldi bu odam. Et deganda bir qiyochiya varang-churang ovoz. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam opam dadamni bir o'rib tikan choy ishkin, qo'pmaysan-ku deb pulang'idlar tüpsiz qattiq holatda o'rilibdi. Demak, haroq ichib kirib kechilab yotgan peti o'lib ketdi.